Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu galgi tushlar ta'biri sonimizda tushda farzand ko'rish, ya'ni bolalarni ko'rish haqida bo'ladi. Demak, biz Ibn Sirin hamda Ismoil radhiyallohu anhularning ta'birlari bo'yicha sizlarga bayon qilamiz. Shunday qilib, Ibn Siringa ko'ra tushda agar har kim qiz farzand tug'ganini ko'rsa, ya'ni ayollarga nisbatan farzand ko'rsa, ya'ni qiz farzand ko'rsa, xayriyat va rohat ko'rishiga, xona ahlidan shodmon bo'lishiga dalildir deyiladi. Yana bir o'rinda agar o'g'il tug'ganini ko'rsa, qiz tug'ilishiga dalildir. Agar qiz farzand ko'rsa, o'g'il tug'ishiga dalildir deyiladi. Jobir Ma'rubiy radhiyallohu anhuning aytishicha, tushda farzand tug'ilganini, biroq uni bir kishi olib ketganini ko'rsa, bemor bo'lishiga dalildir deyiladi. Yana Alloh bilguvchiroqdir. Ismoil radhiyallohu anhuning aytishicha, tushda tashlandiq bolani topib olganini yoki birov unga berganini ko'rsa, umid qilmagan bir joydan biror narsaga ega bo'lishiga dalildir deyiladi. Agar tush ko'ruvchi odam kambag'al bo'lsa, bu shuni anglatadiki, uning moliyaviy ahvoli yaxshi tomonga o'zgaradi. Lekin agar u boy bo'lsa, ya'ni boy odam farzand ko'radigan bo'lsa, demak uning daromadi cheklanishdan darak beradi deyiladi. Chunki bolaning harakati cheklangan holda boshqalarga qaram bo'ladi deyiladi. Sayohatchi ayol sayohatida yangi bola, ya'ni dunyoga keltirganini ko'rsa, uning sayohatlariga to'sqinlik qilishini va rejalarini o'zgartirishini anglatadi deyiladi. Agar ayol tushida mushuk tug'sa, demak uning bolasi o'g'il bo'lib ulg'ayishini anglatadi deydi. Allohu a'lam. Ba'zi o'rinlarda tushdagi bola tug'ilishi qulaylik, dam olish, qiyinchiliklar, kasallikdan qutulish yoki uydan yoki qo'shnilikdan ketish hamda qarzdan qutulishini, ya'ni qarzlarni to'lanishini ham anglatadi deyiladi. Savol va murojaatlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Baqadar imkon javob berishga harakat qilamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh.